Dunyoga juda mashhur va ma'lum bo'lgan ushbu kema ixtirochisi Thomas Andrews eng dahshatli halokat yuz bersa ham Titanic 3 kecha 3 kunduz cho'kmasdan suv yuzida turishi mumkinligi haqida odamlarni ishontirgan edi. Ammo Titanicning okean bo'ylab birinchi va oxirgi safarining qatnashchisi sifatida salkam 3000 sayyohlar ishtirokida o'zining bu fikri noto'g'ri ekanligini tan oldi. Keling hammasini bir boshidan hikoya qilaylik. Demak, assalomu alaykum. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Keksa dengizchi Morgan Robertson 1896-yilning kech kuzi yomg'irli oqshomida Londondagi nashriyotlardan biriga tashrif buyuradi. Ishi unchalik yurishmasdan inqiroz holatiga kelib qolgan nashriyot xo'jayini kechki mehmonni yoqtirmasdan unga eshikni arang ochib, Behudalik nomli fantastik romanni bosib chiqarish to'g'risidagi taklifga istar-istamas rozi bo'ladi. Sobiq matrosning ushbu romani juda ulkan bir kema halokati to'g'risida yozilgan bo'lib, ushbu kitob 1912-yilning yozigacha nashriyotda daromad keltirmasdan kitob jamoalarida chang bosib yotadi. Belfastdagi Herland and Wall kemasozlik kemasi 1912-yil 2-aprelda 20-asrning fan va texnikasining katta yutug'i va mo'jizasi deb atalgan juda ulkan Titanic kemasini suvga tushiradi. Uning qurilishida 17 mingdan ko'proq ishchilar qatnashib, hozirgi narxda hisoblaganda 1,5 milliard funt sterling mablag' sarflanadi. Tagi qo'sh qavatli, atrofi qalin po'lat quyilmalar bilan himoyalangan 16 ta geometrik suv o'tkazmaydigan qurilmasi bo'lib, 1 soatda 8000 tonna suvni chiqarib tashlash qobiliyatiga ega bo'lgan bu ulkan kemani hech kim cho'kib ketadi deb o'ylamasdi. Bu borada uning ixtirochisi Thomas Andrewsning fikri bilan yuqorida tanishdingiz. Bu ulkan kemani Xudoning o'zi ham cho'ktira olmaydi deydi katta ishonch bilan safarga chiqish arafasida jurnalistlarga qarata Titanicning kapitani Edward John Smith. 3 restoran, 2 ta oshxona, pivo bari, turk hammomi, gimnastika zali, otda sayr qiladigan manej, tennis va golf maydonlari, bog'i, konsert zali va alohida telegrafi bo'lgan va 3300 kishiga mo'ljallangan Titanic kemasi kichikroq shaharchaga o'xshardi. Shuning uchun ham uning chiptalari arzon emasdi. Birinchi toifa kayutasining chiptasi 25 ming funt sterling tursa, kayuta lyukslarniki 100-150 ming turardi. Titanic 1912-yil 10-aprelda 2358 yo'lovchi bilan Angliyaning Southamptondan chiqib, New-York sari yo'l oladi. Yuqori palubada Britaniya va Amerika aristokratlarining nufuzli vakillari, umumiy mulki 100 milliard dollardan oshiq bo'lgan 25 nafar millioner joy olishadi. Keling shu joyda maqsadga o'ta qolamiz, chunki Titanic kemasini iceberg bilan to'qnash kelgani va unda minglab odamlar halok bo'lgan to'g'risida juda ko'p marotaba aytilgan. Xuddi shu yerda hikoyamizning boshida aytilgan keksa dengizchi Morgan Robertsonning Behudalik roman to'g'risida batafsilroq so'z yuritishga harakat qilamiz. Titanic halokatidan 16 yil oldin bosmadan chiqqan ushbu kitob kema halokatidan so'ng 1-2 oy ichida son sanoqsiz nusxada qayta chop etilib, butun dunyoga tarqalib ketdi. Chunki romanda Titanicga o'xshash Titan nomli juda ulkan kema birinchi safardayoq katta muz qatlamiga urilib, suvga cho'kib ketib, 1,5 ming nafar kishilar hayotiga zomin bo'lganligi qiziqarli tilda hikoya qilinadi. Shunisi qiziqki, kitobdagi Titan bilan hayotdagi Titanicning deyarli hamma belgilari bir-biriga juda mos keladi. Halokat joyi Shimoliy Atlanta, vaqti aprelning o'rtalari. Hatto kemalarning texnik ko'rsatkichlari ham bir-biridan juda kam farq qiladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, kitobdagi Titanning uzunligi hayotdagi Titanicdan bor yo'g'i 9 metr qisqa bo'lsa, eni 0,8 metrga farq qiladi xolos. Kemalarning maksimal tezligi esa bir xil 25 mil va nihoyat Titanicning motori 50 ming ot kuchiga ega bo'lgan bo'lsa, Titanicniki 55 ming ot kuchiga ega bo'lgan. Ularning suv sig'im quvvati ham deyarli bir xil. Kitobdagisi 60 ming tonna, hayotdagisi esa 66 ming tonna bo'lgan. Shunisi qiziqki, keksa dengizchi Robertson o'z kitobida 16 yildan so'ng safarga chiqadigan kemani ichini butun mayda chuydalarigacha batafsil ko'rsatadi. Jumladan unda 765 ta kayuta mavjudligi, muallif faqat 3 taga adashgan. Basseynlar, otda sayr qiladigan manej, tennis kortlar va bog'lar. Kitobda qayd etilishicha, Titanda Yevropa va Amerikaning eng badavlat kishilari safarga chiqishadi va buning uchun ular sarflagan mablag'larning cheki bo'lmaydi. Ajabo, o'xshashlikni qarang. Titanicning halokatidan so'ng esa uning sabablari to'g'risida faraz va taxminlar juda ko'payib ketdi.
Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.